Salom do'stlar. Video boshlanishidan oldin obuna bo'lish esdan chiqmasin, like bosish esdan chiqmasin. Xullas, bugun biz YouTube haqida gaplashamiz. Chunki oldin qo'rqardim video qo'yishga, motivatsiya beraman bugun sizlarga. Любой narsani hozir qo'yyapman. Oddiy bitta yotoqxonamizdagi holatdagi nima bir balolar gaplashib, oddiy bir-birimizga kulishib turgan narsalarimizni ham qo'yyapman. Oddiy bitta bot akkaunt uchun 20 ta obunasi bor akkaunt uchun hozir bu 50 ta, 60 ta oshib ketmas 86 ta ko'rishlar sonini berdi. Bu degani sizlar ham bemalol video qo'yib ko'tarilib ketsanglar bo'ladi. Oson narsa ekan bu. Yana bitta akani ko'p videosini ko'raman. Jet Frenzer degan aka bor YouTube'da. Ko'rsanglar ham bo'ladi. U aka 8 oyda hozir 400 ming tamiga obunachiga erishdi. To'g'ri, ingliz tilida kontent qiladi. Turli xil filosofiyaga aloqador narsalarni gapirib chiqadi, inson psixologiyasi yo shunga o'xshagan narsalarni gapirib chiqadi. Lekin qayerdandir artikellardan o'qigan yoki kitobdan o'qigan narsalarni gapirib beryapti. Keyin 8 oyda уже 400 ming obunachi YouTube'da yiqqan. Instagramini ham ko'rgandim. 600 ming tamikin, 700 ming tamikin bo'pti. 700 mingta bo'lsa kerak. Linkini ham qoldirib qo'yaman u akani. Ko'rsanglar bo'ladi agar ingliz tilini bilsanglar. Xullas shunaqa oson narsa ekan, o'zi bildim. Sizlar ham harakat qilinglar. Misol, любой narsani videosini qo'yib, hozir menda misol uchun kamera ham yo'q. Kamera ham shart emas. Telefonda qo'yib turib, videoni qayta joylab tashlab kerak ekan. Chunki men YouTube algoritmi bo'yicha videolar ko'rgan edim. Aytgandiki, xullas nechtadir bir taxminan 20 ta video qo'ygandan keyin sekin ko'tarilishni boshlaydi. Obunachi kelish, ko'rishlar soni, like bosish, hamma narsasi o'sha keyin kelishni boshlaydi degan. Negaki YouTube algoritmi boshqa Instagram yoki TikTokka o'xshab ishlamaydi. Bitta video qo'ysa, bitta viral muzikani qo'ysa, shart ko'tarilib ketavermas ekan. Bunda bu sizni chiqarayotgan kontentingizni analiz qilar ekan. Analiz qilgandan keyin o'shanga moslab yosh chegarasini qo'yar ekan. Keyin yosh chegarasini qo'yadi, gender chegarasini qo'yadi. Misol uchun ba'zi insonlar entertainment yo'nalishidagi narsalar ko'p ko'radi. Misol uchun kulgili videolarni ko'p ko'radi. Qidirganda misol dizaynda qidirish mumkin yoki shunga o'xshagan millionda qidirish mumkin yoki qvzda qidirish mumkin. O'shanga moslab chiqadi-da. Qidirgandan keyin home bo'ladi, main menyuda, ya'ni asosiy bo'limida xullaski bosganda o'sha recommendation, ya'ni tavsiyalari YouTube'da sizga berayotgan tavsiyalariga moslab siz videolaringiz chiqaveradi o'sha insonlarga. Hozir men ham videolarim qaysidir bir bekorchi odamlarni oldida chiqib qolib, keyin qiziqsa mana cover xunuk yoki kulgili turgan bo'lsa, shart bosib ichini ko'rsa, what the fuck is this deyish mumkin. Lekin bilmadim. Ko'proq kulgili yoki nazamgan aralash kontentga kirib ketyapti. Shuning uchun ko'rishlar soni sekin oshyapti. Bot akkaunt uchun. Ikkinchi marta aytdim. Ular shunaqa. Oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar rahmat. Bo'pti. Obuna esdan chiqmasin ekan.